Nima uchun ko'pgina tanishlaringiz sizni videolaringizga like bosmaydi? Hech vaqt o'ylab ko'rganmisiz? O'ylasangiz kerak, balki videolarimni ko'rmayotgandir deb. Yo'q, unaqa emas. Aniq hammasini ko'radi. Lekin qizlar, mana shu bittagina qo'l bilan shunday bosib qo'yiladigan like bu sizni tan olish degani. Siz erishayotgan yutuqlarni, sizni omadingizni, muvaffaqiyatingizni, siz erishayotgan darajalarni tan olib, siz bilan birgalikda xursandchiligingizga sherik bo'lgan insongina sizni hatto mana shu videolarda ham qo'llab-quvvatlaydi. Lekin hamma ham tan olishni xohlamaydi. Nega u mendan oldinroqda? Nimaga unda o'xshayapti? Nimaga men u bilan bitta vaqtda boshlaganman deb men orqada qolib ketyapman? Nimaga u erishyapti, men erishmayapman?